Urgan shahar Uzgazonli ko'chasida yarim plan 3 etajli hovli joyimiz zudlik bilan sotuvga chiqdi. Garajlari bemalol 2-3 mashina sig'adi. İçan tarafı garajdan boshlab ko'rsatamiz. Keling esa. Bismillahirrahmanirrahim. Girganimiz deyning 3 etaj ham plita bilan bostilingan, hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Oyoq tilamiz to'rtli pol, bundan tashqari registrlar qo'yilgan. Gaz, suv, svet umuman problemasi yo'q. Joyimizda 100% tayyor. Ayrim o'zlari gitadi, ayrim o'zlari qoladi, hurmatli obunachilar. O'zini ben tarafında o'zine yarasha bog' ham qolgan, hurmatli obunachilar. Bog'ini ko'rishingiz mumkin. Ajoyib. Devorlari baland. Yerimizda Arifil yaxshi sifatli Ducati nikatulamiz qo'yilgan. Keling ben taraflarimizni ko'rsatib o'tamiz. Yerimiz kuxni bo'ladi. Kuxnimiz ham ajoyib katta tushgan. İçindeki betava texnikalar hamma jihozi qoladi, hurmatli obunachilar. Yerimizda sanuzelimiz joylashgan, birinchi etajda. Joyimizda 2 sanuzelga ega. Yan tarafimizda eng patolokachali kafildan chiqib, ariston hamma usluyasi qo'yilgan, kirmash unitoz aynalarına ega. Keling esa ikinci etajimizga chiqamiz. Lesinsalari quyma bo'ladi, hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. İkinci etajimizda hurmatli obunachilar, devorlarining attachento kraska bilan ishlangan. Patologlar balandligi ham baland, salkam 380 bor. Lyustramiz ajoyib nasıl tuttu. Ben taraf glavniy girish tarafimiz, yani zinadan tushib ketganini chiqqanimiz bo'ladi. Ben tarafimizda rakovinalarga ega, yaxshi sifatli narsalardan ishlatilgan. Oyoq tilamiz laminat pollar bilan ishlangan, gilamlar tozasidan döşelib turibdi. Joyimizda ko'p yashalmagan, hurmatli obunachilar. Yerimiz dening yaxshi sifatli eshiklardan qo'yilgan. Yerimiz ham zalining, zalimiz ham ulug' tushgan. Bu mebellar ham qoladi, hurmatli obunachilar. Ko'rib turgan hamma narsangiz qoladi. Lyustramiz bahaybatini nasıl tutdi. Devreklari galagelar qo'yilgan. Ajoyib pardalar asıl tutdi yerimizda. Ko'rishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, niyat etganlar like-ni ayamanglar. Har bir like bosganingizda shunday joylar nasib etsin, Xudoyim. Keling ben tarafimizga giradigansa. Yerimiz spanimiz bo'ladi. Spani mebellar ham ining hamma narsasi komplet joylashib turibdi. Bunlar ham qoladi, hurmatli obunachilar. Perdelarni ko'ring, perdelar ham ajoyib. Lyustralarimizni ko'ring. İkinci etajdan ko'rsatib o'tdik, hurmatli obunachilar. Keling ben tarafa 3-chi etajimizga chiqamiz. 3-chi etajimiz ham lesinsalari quyma bo'ladi. 3-chi etajimiz ham plita bilan bostilingan, ustidan laminat pollar qilingan. 3-chi etajimizda 1, 2, 3 xonasi va ikkinchi sanuzeli joylashgan. Bir yandan ko'rsatib chiqamiz. Keling. Yerimiz spani bo'ladi. Spanimiz ham akkuratniy. Detis komnat etib qo'yibdilar. Oyoq tilamiz to'pli pol bo'ladi. Ajoyib perdelar asıl tuttu. Balans uchun spani mebellari joylashgan. Lyustramiz ham qo'yilgan. Eshiklari standart hammasi bir xil ekan. Eshikda gap bo'lishi mumkin emas. Keling endi zalimizni ko'rsatamiz. Zalimiz ham bahaybat, ulug' tushgan. Ajoyib lyustralar asıl tuttu. Perdelarni ko'ring, perdelar ham yaxshi sifatli perdelar asıl tuttu. Oyoq tiyimizda yaxshi sifatli laminat pollardan ishlangan. Joyimiz shoshilib qoling. Bunun joy kamdan kam chiqadi. Joyimiz yana bir afzallik tomonini aytib o'taman. O'zi yekka salingan bo'ladi, hurmatli obunachilar. Qo'shma devor yo'q bu yerda. Birimiz ham ikkinchi zal demak bo'ladi, 3-chi etajda. O'zini balkonlarga ega. Yine ko'rishingiz mumkin. Uyda boshqacha bo'ladi berimizda yine. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Lesinsalarni ko'ring, ajoyib. Yine elde burchatkadan chiqib zo'r holatda turibdi. Joyimiz ayna romlar ham akbar romlardan bo'ladi ekan, hurmatli obunachilar. Keling 3-chi etajda sanuzelimizni ko'rsatib o'taman. Yine 3-chi etajdagi sanuzelimiz, hurmatli obunachilar. Aynalari, inventoz, vannasi, rakovina va patolokachali, krugovoy hamma joy kafildan chiqib turibdi. Joyimizning qiziqli yerine keladigan bo'lsak, qiziqli yeri $150,000 deb turibdilar. Ustida yana oz-moz kelishib qaytib beraman deb turibdilar. İçinde ko'rib turgan hamma narsangiz qoladi. O'zi yekka salinib turgan joyimiz. Joyimizning narxi $150,000 deb mulk egasi tomonidan narx qo'yildi. Keling joyini ko'ring, ustida savdolashib oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.